Prezident Shavkat Mirziyoyev, Belarus Respublikasi Prezidenti, Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashi raisi Aleksandr Lukashenkoning taklifiga binoan 11 dekabr kuni Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining video anjuman shaklida o'tgan yig'ilishida ishtirok etdi. Unda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar, ya'ni Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Armaniston, shuningdek, kuzatuvchi maqomidagi Moldova hamda taklif etilgan mamlakat sifatida Kuba yetakchilari ishtirok etdi. Sammit kun tartibiga muvofiq O'zbekiston Respublikasiga Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi huzuridagi kuzatuvchi davlat maqomini berish masalasi ko'rib chiqildi. Shuningdek, birlashma doirasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirishning dolzarb jihatlari muhokama qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida O'zbekistonning kuzatuvchi maqomini olish to'g'risidagi murojaatini qo'llab-quvvatlagani uchun samimiy minnatdorlik bildirib, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining xalqaro nufuzi tobora ortib borayotgani, tashkilotning xorijiy mamlakatlar bilan amaliy hamkorlik geografiyasi keng ekanini alohida ta'kidladi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng miqyosli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning bugungi muhim bosqichida O'zbekiston barcha xalqaro sheriklar bilan savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni izchil kengaytirib borishi, shu jumladan Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan muloqotni rivojlantirish tarafdori ekani qayd etildi. Davlatimiz rahbari mamlakatlarimiz iqtisodiyotlarining ulkan salohiyatidan to'liq hajmda foydalanish, savdo munosabatlaridagi to'siq va g'ovlarni birgalikda bartaraf etish, o'zaro sa'y-harakatlar bilan yangi bozorlarni shakllantirishga chaqirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev so'zining yakunida sheriklikni rivojlantirish mamlakatlarimizning milliy manfaatlariga javob berishi, teng huquqlilik, o'zaro foyda va manfaatlarni hisobga olish prinsiplariga asoslangan bo'lishi lozimligini alohida ta'kidladi. Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashining yig'ilishi yakunida Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar yetakchilari O'zbekiston Respublikasiga tashkilot huzuridagi kuzatuvchi davlat maqomini berish to'g'risida bir ovozdan qaror qabul qilishdi.